Assalomu alaykum, qalaysizlar? Xo'p, bugun sizlar bilan birinchi podkastimizni boshladik. Ya'ni bu podkast oldinroq bo'lishi kerak edi. Kech qoldik, lekin hech qachon kech bo'lmasligini biz yaxshi tushunamiz va bu haqida o'qiganmiz. Hech qachon kech bo'lmaydi. Shuning uchun yana biz boshladik va bugun birinchi podkastimizda ko'rishganimdan xursandman. Xo'p, bu podkastni siz eshitishingizga qulay qilib qo'ydik. Ya'ni naushnikda eshitishga ancha qulay bo'ladi. Ataydan shunaqa qilib ishlayapmiz, ovozini balandroq qilib va bitta narsa aytgan bo'lardim. Bu podkast bilimli, ilmlimiz da'vo qilmaymiz. Shunchaki o'rgangan narsalarimizni kimgadir aytib berish uchun qilyapmiz. Xo'p, faqatgina bu podkast uchun emas va tanilish uchungina emas. Va asosiy maqsadimiz shu podkastdagi bilimlarni ulashish va o'zimiz uchun bir nechta skilllar, ya'ni mahoratlarni qo'lga kiritish uchun bu podkastni boshladik. Ya'ni podkast qilishda juda ham ko'p foyda bor. Ayniqsa podkast qiluvchiga bo'lgan juda ham ko'p foyda bor. Birinchidan bu podkast gapirish, nutqni rivojlantiradi. Qancha ko'p kameraga o'tirib shunday gapirish ancha insonni nafaqat nutqini, balki fikrlashni ham ancha teran, aqlliroq qiladi. Shuning uchun biz qaror qabul qildik va to'plangan bilimlaringizni kimgadir ulashsangiz va bundan tashqari bitta zo'n narsa bor edi. Ustozimiz Aziz Rahimovni iqtibos podkastini olgandim. O'sha podkastda bitta gap aytgandi. O'rganganingdan ko'ra ko'proq bergin. Ya'ni biz o'rganaveramiz, lekin ularni berishni bilmas ekanmiz. Va mana shu narsa menga bir chiroq bo'ldi va o'rganganlarimni berishlikka qaror qabul qildim va o'rganganlarimizni chiqarish ma'nosida mana shu podkastni boshladik. Xo'p, bu podkast nima haqida bo'ladi? Prinsiplar haqida. Men o'rgangan bilimlarni prinsiplarga aylantirish bo'yicha juda ham ko'p aqlli insonlarni eshitganman va kitoblarda yozilgan. Ya'ni o'rgangan bilimlaringizni ichidan eng zo'rlarini o'zingiz hayotingizga prinsiplarga aylantiring. Prinsiplar bilan nima? Doimiy qilib yuradigan, odatga aylangan aqlli ishlar. Ya'ni qaror qabul qilishga energiya sarflamaysiz. Ular tayyor bo'ladi vaziyatlar uchun va ularni shunchaki ishlatasiz. O'zingiz uchun prinsip, ya'ni nima desam, prioritet qo'ya olasiz. Eng muhim narsa qo'ya olasiz mana shu narsalarni va shu prinsiplarga suyanib hayotda yashaysiz. Shu narsalar haqida gaplashamiz. Ya'ni o'rgangan bilimlarimiz ko'p, ularning ichidan eng saralarini prinsiplarga aylantiramiz. Bugun ham yig'ilib qolgan 3 ta prinsip haqida gaplashamiz. Bu 3 ta prinsip sizga o'zi nimaga yordam beradi? Shu haqida gaplashaylik. Ya'ni biz 3 tadan 4 tadan prinsiplarni har podkastda gaplashamiz va 3 tadan 4 ta prinsiplar qaysidir muammongizga yechim bo'ladi. Misol uchun, bugungi 3 ta prinsipimiz sizni fikrlashda o'ta kuchli qilib qo'yadi. Ya'ni aqlli va kuchli, mantiqli fikrlashda boshlaysiz. Ya'ni fikrlash bu hamma narsa degan ulamolarimiz. Ya'ni fikrlayapmizmi? Demak, biz yashayapmiz. Shuning uchun ham fikrlashimizni birinchi o'rinda davolashimiz kerak. Ya'ni fikrlashimizni baquvvatlashtirishimiz kerak. Uni zalga chiqarib, rosa shug'ullantirishimiz kerak. Shu shug'ullantirishimiz uchun 3 ta kuchli prinsip bor va mana shu prinsipga amal qilsangiz, shunchaki prinsipni yozib qo'ymang, ularga amal qilsangiz, mana shu amalingiz
sizni haqiqatda ham fikrlashda aqlliroq qiladi. Xo'p, prinsiplarimni har bittasini ichida sourcelar bor, ya'ni manbalari bor. O'sha manbalari bilan aytib o'tib ketaman. Kitoblari bor ichida va aqlli insonlar, tan olingan insonlarni hayotidan olingan bilimlar bor. O'sha bilimlarni bugun sizlar bilan gaplashamiz. Har bitta prinsipni ipidan ignasigacha tushuntirib beraman. Uni hayotda qanday qo'llash haqida ham birga gaplashamiz qo'ldan kelgancha. Xo'p, boshladik. Hop, birinchi prinsipimiz xo'sh, xato va qiyinchilikni jarayonni bir qismi deb bil va qiyinchilik va xatoni eng totli, eng mazali qismi deb bil. Ya'ni siz biror narsaga erishishda xato va qiyinchilik qilyapsizmi? U jarayonni bir qismi va u eng shirin, eng esda qolarli, shunday kunlar bo'lgandi hayotimda deb eslab maza qiladigan bir qismi va shu narsani qilib qo'yganman deb turib ko'p narsani uqtiradigan bir qismi deb qabul qil mindseti, ya'ni fikrlash tizimi. Bu fikrlash tizimini umumiy qilib growth mindset deyishadi ingliz tilida. Ya'ni growth mindsetga bag'ishlangan butun boshli kitob bor. Mindset degan kitob. Mindset kitobini Carol Dweck degan odam yozgan. Bir ayol yozgan. Carol Dweck o'zini kitobida growth mindset va fixed mindset haqida gapiradi. Ya'ni xuddi shu prinsipni qanday amalga oshirish haqida butun boshli bitta kitob bor demoqchiman. Bu prinsipimiz suyanadigan bilimi bu growth mindset hisoblanadi. Ya'ni growth mindsetdan olingan. Growth mindset degani o'suvchi fikrlash degani. Tasavvur qiling, ikkita odam zalga kirdi. Ya'ni o'rtog'ingiz bilan zalga kiring deylik siz umuman zalga chiqmagansiz, tasavvur qiling. Kirdingizda tosh ko'tardingiz, og'ir, qarasangiz joningiz chiqib ketyapti. O'rtog'ingiz toshlarni maza qilib ko'tarib ketyapti. Siz joningiz chiqib ketyapti. Asabingiz buzilyapti, chunki og'irlik, mehnat, mashaqqati bor. Va siz ichingizda qaror qabul qildingiz. Bo'ldi, men to'xtataman. Juda ham qiyin bo'lyapti menga. Bu men uchun emas ekan dedingiz. Endi bu paytda Carol Dweck aytadi, siz shu fikrlashingiz deydi. Ya'ni bu men uchun emas ekan, qiyin ekan deyishingiz, bu fixed mindsetdagi fikrlashingiz deydi. Lekin siz kirdingiz, qiynaldingiz. Qiynalyapmanmi, demak o'sish bo'lyapti deb o'sha qiyinchilikni sevib, u bilan raqs tushishingiz, mana shu growth mindset deydi. Ya'ni o'zingizga o'zingiz aytasiz, men qiyinchiliklarni sevaman deysiz. Menga qiyinchiliklar yoqadi deysiz. Va shu orqali siz growth mindsetni sekin-asta o'zingizga qilib olasiz. Ya'ni growth mindsetingiz bor degani, siz qiyinchilikni sevasiz, qiyinchilikni rivojlanishning bir qismi deb bilasiz. Va sizni zaldagi sarguzashtlaringiz boshlaydi. Ya'ni birinchi siz to'xtatdingiz, ikkinchi siz boshladingiz. Xo'p, shundan iborat. Ya'ni growth mindset nima deydi? Ya'ni o'suvchi mindset, xatoni doim dars deb qabul qil. Muvaffaqiyatsizlikka uchradingiz, xatoingiz sabab yutqizdingiz. Birorta biznesingiz o'xshamadi yoki bankrot bo'ldingiz. Bu narsani siz dars deb qabul qilasiz deydi Carol Dweck. Ya'ni siz buni agarda dars deb qabul qilsangiz, haqiqatan u dars va o'sha yutqizgan paytingiz sizga hech qanaqa stress bermaydi. Ya'ni psixologik bitta effekti bor. Plus. Xo'p, va undan tashqari o'sha xatoni qilib bo'lganingizdan keyin, muvaffaqiyatsizlik uchraganingizdan keyin siz yaralangan sherga aylanasiz. Ya'ni sizni yaralashdi va u yaradan siz xulosa chiqarasiz. Xulosa chiqarib, ehtiyotkorroq, aqlliroq harakat qilishni boshlaysiz. Ya'ni bu sizni kuchaytiradi. Undan dars o'rgandingiz. Xo'p, qiyinchilikni Carol Dweck aytadi,
growth mindset odamlar rivojlanish deb bilishadi deydi. Ya'ni qiynalyapsizmi, demak rivojlanyapsiz. Qiynalyapsizmi, demak rivojlanyapsiz. Yangi yugurishni boshlagan bolaga e'tibor bering. U emgalaydi, yiqiladi, latiydi, oxiri yurib ketadi. Lekin mana shu latishlar, urinib ko'rishlar bo'lmaganda hech qachon yurib ketmas edi. Qiyinchiliklar bu rivojlanish demak. Siz qiynalyapsizmi? Demak, siz rivojlanyapsiz. Qiynalyapsizmi? Demak, sizda nuqsonlar bor edi. Mana shu nuqsonlar qiyinchilik bilan ochilib, sizga namoyon bo'lyapti va ular ustida ishlasangiz, nuqsonlaringiz boshqa qaytarilmaydi. Mana shu narsa eng kuchli narsa. Ya'ni qiynalyapsizmi? Demak, siz rivojlanyapsiz. Okay, keyingisi tanqid. Ko'pchilik tanqiddan qo'rqadi. Xo'p, Alex Hormoziyning bitta gapi esimga tushib ketdi. Men bu yerga yozib olganman o'sha gapni. Devorimga misol uchun yopishtirib olganman, hozir shunda yulib turib hozir bu yerga qo'yib qo'ydim. Alex Hormoziy shuni aytadi: 99% odamdan o'tib keta olasan va 99% vaziyatda yuta olasan agar san rad qilinishdan xijolat bo'lmasang. Birinchisi, sizni rad qilishadi, siz borasiz ularning oldiga, rad qilinishdan xijolat bo'lmaysiz. Agar xijolat bo'lmadingizmi, demak boshqa joylarga ham borib rad qilinishdan qo'rqmasdan bemalol so'raverasiz. Ya'ni so'rashdan xijolat bo'lmaysiz. Bir narsani tinmay qaytarishdan zerikmasing. Ya'ni bir narsani tinmay qaytarish deganda nima tushuniladi? Bir narsani tinimsiz qaytaryapsizmi? Demak, bu yerda bitta magic bor. Ya'ni qaysidir biri o'xshaydi. Tasavvur qiling, 100 marta hali o'q otish bor-ku. O'q otasiz, kichkina anaqada. Otasizda o'sha tumaloq-tumaloqlar bilan 100li bo'ladi. Chiyadigan bor-ku, nishon deydimi? O'sha nishonga otganingizda 100 marta otasiz. 100 marta otishda har bittasini trak qilib ketasiz. Ya'ni yozib ketasiz. Ya'ni birinchi otishimda 90 gradusda otdim. Ko'zlarim tekis turganda, hech narsani qimlatmadim va otdim. Yozib olasiz. Birinchi otishimda sal qiyshiqroqqa tushdi. Ikkinchi otishda endi sal boshqacharoq yo'nalish qilasiz. Xullas 100 marta shu yo'nalishlarda o'ynaysiz, bitta yo'nalish o'xshab qoladi. Ya'ni bir narsani tinmay, zerikmasdan qila olsangiz, ichidagi bittasi leverage aylanadi. Ya'ni qaysidir bitta harakatingiz gullab ketib qoladi. Mana shu narsani nazarda tutadi. Va oxirgisi, sanga berilgan feedback og'rig'idan qo'rqmasang. Ya'ni kimdir sizni tanqid qiladi. Bu tanqid yomon ko'rganidan qildi deylik, tasavvur qiling. Yomon ko'rganidan siz tanqid qilishni boshladi. Ey, san bunaqa qilyapsan, bo'lmayapti, deyapti. Mana shu tanqid to'g'ri o'rinli bo'lsa, siz uchun foyda. O'rinli bo'lmasa ham foydada. Siz achchig'ingiz chiqadi shundan, yana ham motivatsiyalanib yana ishga yurishingiz kerak. Ya'ni siz tanqidlardan motivatsiya olishingiz kerak. Ya'ni men tanqid qilyaptim, ko'rsatib qo'yaman degan bir fikrlash bo'lish kerak. Deydi Alex Hormoziy. Xo'p. Keyingisi intizom. Intizomni growth mindset egalari bu motivatsiyani yo'q paytida ham davom etish deb qabul qilishadi. Ya'ni tasavvur qiling, motivatsiyangiz yo'q. Sevgan qizingiz tashlab ketdi. Xafa bo'lib o'tiribsiz. Siz IELTSga tayyorlanib turibsiz. Yaqinda imtihoningiz ham qiziq. Shunchaki xafasiz. Bugun o'qimayman dedingiz. Mana shu narsani fixed mindset egalari yengilgina qilib qo'yadi. Lekin growth mindset, ya'ni o'suvchi fikrlovchilar nima qiladi? Xo'p, bu ham bitta sinov va men unga ko'rsatib qo'yaman deb turib qattiqroq o'qiydi. U meni ketganiga armon qildiraman, mendan kechganiga armon qildiraman deb turib qattiqroq o'qishni boshlaydi. Va mana shuni intizom sifatida qabul qiladi. Ya'ni u xafami, boshqa narsami, unga farqi yo'q. Intizomda ketadi. Keyingisi orqaga ketish jarayoni bir qismi. Growth mindset egalari bitta narsani bilishadi. Orqaga chekinish bu yutqizish emas,
orqaga chekinish 2 qadam oldinga tashlash degani deb qabul qilishadi. Ya'ni orqaga chekinish bu jarayonning bir qismi. Siz yutqizdingiz yoki bir narsa o'xshamadimi? Demak, nimadir xato ketdi va shundan o'rganasiz. Orqaga ketdingizmi, demak, oldinga kattaroq qadam tashlashga bu imkoniyat. Okay? Keyingisi natija emas, jarayondan zavqlanish. Agarda natijaga bog'lanib qolsa agarda fikringiz, bor hayolingiz, bor harakatingiz natijaga bog'lanib qoladigan bo'lsa, jarayondan maza qilmaysiz. Ya'ni siz motivatsiyani kuchli ravishda ushlab qola olmaysiz. Intizomingizga putur yetadi. Chunki natija uchun harakat agarda o'sha natija uzoq vaqt talab qilsa, siz zeriktirib qo'yadi. Mana shu juda ham muhim narsa ketyapti. Agarda siz natija uchun harakat qilsangiz, u yo'l juda ham uzoq bo'lsa, siz zerikib qolasiz. Siz madoringiz tugaydi. Lekin siz teskarisini qilishingiz kerak, ya'ni growth mindset egalariga o'xshab, ular nima qilishadi? Jarayondan zavqlanishadi. Ya'ni menga natija muhim emas, prosta maza qildim. Futbol o'ynaysiz, hisob muhim emas. Prosta siz maza qilib yugurdingiz. Maza qilib oshirishim o'ynadingiz o'rtoqlaringiz bilan. Okay? Gol ham urmadingiz hatto. Natija bo'lmadingiz. Lekin siz o'yladingiz, men maza qildim. O'rtoqlarim bilan oshirishim o'ynadim, o'rtoqlarim bilan maza qildim, to'p tepdim, yugurdim, sog'lom uchun foyda bo'ldi. Boshqa foydalarni izlashni boshlaysiz. Gol urdingiz, u 1-2 minutlik zavqdir. To'g'ri, lekin asosiy jarayondagi siz yugurishingiz, siz do'stlaringiz bilan oshirishim qilishingiz, misol uchun ular berayotgan foyda natijadan ko'ra ko'proq foydaliroq va ko'proq siz bilan qoladi. Misol uchun sog'liq. Siz sog'lom bo'lishni boshladingiz futbol o'ynab. Mana shu sog'liq siz bilan qoladi, lekin natija emas. Natijani 1-2 kun eslarsiz, lekin u yo'qolib ketadi. Shuning uchun ham asosiy jarayonga e'tibor berish kerak. Jarayon bizning asosiy yutug'imiz hisoblanadi. Ya'ni natija bu aslida jarayon. Shuni tushunib olish kerak. Xo'p. Keyingi eng kuchli mindsetlarimizdan bittasi bizni haqiqatdan kuchaytirib yuboradigan mindset va o'zim uchun bir yangilik bo'ldi shu narsa. Bu chempionlik mindset. Ya'ni champions mindset deydi buni. Ingliz tilida, ya'ni chempionlarning mindseti. Ronaldoga e'tibor bering. Hamma chempionlarga e'tibor bering. Ko'plab muvaffaqiyat cho'qqisidagi insonlarga e'tibor bering. Misol uchun Steve Jobsga, ishiga, Elon Muskga. Ularda umumiy bitta xislat bor. O'sha xislatni biz bugun sizlar bilan ikkinchi prinsipimiz qilib olamiz. Ya'ni u xislat oti bosimni yoqilg'iga aylantir, qaysar bo'l orzularing ustida. Ya'ni orzularing, maqsadlaring ustida o'lardek qaysar bo'l. Tos bo'l, charim bo'l. Shunchaki qaysar bo'l. Shunchaki qaysar bo'l. Shunaqangi qaysar bo'lginki, ular amalga oshmaguncha ortiqcha narsalar qilma degan ma'nodagi narsa. Ya'ni birinchi o'rinda bosimni yoqilg'iga aylantir. Ya'ni senga bosim qilishadi. Sen uni yoqilg'iga aylantir. O'zing uchun, ya'ni maqsadingni orqasidan borish uchun benzinga aylantir. Va o'lardek qaysar bo'lgan maqsadlaringni amalga oshirgan. Xo'p, bir narsa maqsad qildingizmi, 100% amalga oshiring. Amalga oshiring. To'g'ri, ikkita qo'rquv bor. Birinchisi o'xshamasligi mumkin deysiz. O'xshamasa ikkinchi marta yana harakat qilsangiz bo'ladi-ku. Yana o'xshamaydi, yana harakat qilsangiz bo'ladi-ku. Xo'p, ko'p vaqt olishi mumkin. Baribir qancha vaqt olishidan qat'iy nazar baribir bir kun o'xshaydi-ku. Prosta undan kechmang. Haqiqatda sizga u kerakmi? Haqiqatda u sizni bir orzuyingizmi? Bor kuchingiz bilan harakat qiling, deydi buyuklar. Ya'ni ulardan bittasi Cristiano Ronaldo. Ronaldoda xuddi shu prinsipga bitta zo'r
Doim Ronaldo keladi menga shu prinsipni ko'rsam va shu prinsipni doim ertalabchi ketayotib o'qiyman. Ya'ni qaysar maqsadlarimiz ustida qattiq turish uchun. Xo'p, Ronaldoda bitta qaysarligi bor. Va bosimni yoqilg'iga aylantirishga bitta misol. Bitta o'yin bo'lgan, to'g'risi eslolmayman. Kim bilan kim o'ynagan? Real Madridda edi. O'sha o'yinda Real yutqizayotgan bo'lgan. Va Ronaldoni hushtakbozlik qilib, uni yermay qilishgan, uni ustidan kulishgan, eplanmayapsan deyishgan. Chunki noto'g'ri tepishlar juda ham ko'p bo'lgan. Jarima zarbalarini ham ishon topshirishgan, lekin noto'g'ri tepavergan. Va o'yin oxirlayotgan payti Ronaldoni tikki kelib qo'ygan. Achchiq chiqishni boshlagan. Va Ronaldo ketma-ket tushdi urib yuborgan. Ya'ni bor kuchini sarflaganda, mana shu bosimni teskari yoqilg'iga aylantira olgan, benzinga. Bu voqea juda ham ko'p bo'lgan Ronaldo hayotida. Ya'ni Ronaldoning o'yinlarida juda ham ko'p bo'lgan. Juventusda o'ynaganmi, boshqa yoqlarda o'ynaganmi, juda ham ko'p o'yinlarda uni tanqid qilishdan boshida uni ustidan kulishgan, lekin oxirida ko'rsatib qo'ygan. Unda mana shunaqa xislat bor. Ya'ni boshqalarning fikri bir tiyin. Shunday kechib bo'lgan, qaysar turgan fikrida men shunga erishaman deb qaysar turgan bo'ldi. Shu narsa uchun ham kuchli. Steve Jobsni ham muvaffaqiyatli qilgan bitta xarakteri deb olishadi xuddi shuni. Steve Jobsda. Ya'ni Steve Jobsning xarakteri shunaqaki, u bitta narsani qilish kerakmi? Qilish kerak deydi, oxirigacha olib boradi. Elon Muskning ham shunaqa qarori bor. Marsga uchish kerakmi? Marsga sayohat qilish narsasini yaratish kerakmi? Miyaga chip o'rnatish kerakmi? Bu amalga oshiradi. Kep bo'lsa bo'ldi miyasiga, loyihalashtiradi, bosadi gazini va uddasidan chiqadi. Va uni oxirigacha olib boraveradi. Oxirigacha boradi uni ustida. Xuddi shu qaysarlikni chempionlar mindseti deyisharkan. Ya'ni chempionlik fikrlash. Ya'ni unda nima bo'ladi? Bosimni yoqilg'iga aylantirishadi. Kayfiyat bo'lmasa ham ishlayverishadi. Farqi yo'q. Kayfiyat bo'ladimi? Ronaldo kayfiyat pachaq chiqqan. Tasavvur qiling, hamma sizga qarshi. Sizni jamoadoshlaringiz ham o'xshamayapti-ku baribir deyapti. Ba'zi murabbiy so'kib yotibdi. Nima qilyapsan deyapti. Tomoshabinlar kulib yotibdi ustingizdan. Tasavvur qilyapsizmi? Ronaldo o'rnida bo'lib ko'ring. Hammani anaqasi puch bo'lgan sizga nisbatan. Va shu holatda o'zini ko'rsata olish, bilmayman, bu xarakter. Ya'ni buni xarakter, kuchli xarakter deydi. Qaysarlik xarakteri. Ya'ni chempionlik xarakteri shu bo'lsa kerak. Ya'ni emotsiyaga umuman e'tibor berishmaydi. Mana shu emotsiya degan masala juda ham chuqur. Ya'ni emotsiyalarga ko'p berilib qo'yish yomon narsa. Ya'ni siz emotsiyaga berilish bu oddiy narsalardan boshlanadi. Misol uchun, kayfiyatingiz bo'lmadi. Charchash, misol uchun, charchadingiz. To'xta, yotdim, bugun kerak emas deb yotdingiz. Bugun men kayfiyatim yo'q dedingiz. Tashlab yubordingiz. Yugurgani yana chiqmadingiz. Shu singari mayda-chuyda narsalar, emotsiya sabab bo'layotgan narsalar hammasidan kechishingiz kerak. Ya'ni siz 9:00 da speaking qilishingiz kerakmi? Speaking qiling. 9:00 dan 10:00 gacha kitob o'qishingiz kerakmi? O'qing. Mana shu narsani chempionlik mindseti deyilgan. Xo'p, keyingisi yutishni xohlamaydi, uni talab qiladi. Ya'ni ular yutishni xohlamaydi. Yutishni shunchaki talab qiladi. Yutmasa bo'lmaydi. Yutmasa bo'lmaydi. Yutish ular uchun oddiy holga aylanib ketganda, shunchaki shunaqangi oddiy holga aylanib ketganki, yutmaslik ular uchun g'alati. Tushunyapsizmi? Yutqizaverib, nima deydi, toslashib ketgan bo'ladi bet ba'zi birlarda. Lekin ularda shunaqangiki, yutaverib beti toslashib ketgan. Yutish uchun emas, yutish darajasida yashaydi ular. Mana shu zo'n narsa. Yutish uchun emas, yutish darajasida yashaydi. Ular bir marta yutmaydi, ko'p marta yutadi.
Shuni hisobiga u doim yutish darajasida yashagani uchun ularda performansi, ya'ni o'zini ko'rsatishi umuman boshqacha bo'ladi boshqalarga nisbatan. E'tibor berib ko'ring. Bokschi Inoyani ko'ring. E'tibor bering. Boshqalar bilan tushyapti. Har bitta elementga, har bitta zarbani ko'ring. Umuman boshqacha chempionlik his qilinib turibdi. Har bitta harakatidan. E'tibor beringlar. Jon Jons UFC ko'ringlar. Har bitta harakatidan chempionlik sezilib turadi. Ya'ni ular chempionlik jangidek qabul qiladi. Hamma jangi chempionlik jangi va chempionlik darajasida yashaydi ular. Ular diyetaga qattiq amal qiladi. Ularni soatma-soat qiladigan ishlari bor. Ishlarini soatma-soat qilishgan. Soatma-soat reja shunchaki talab. Reja shunchaki hayotlarning qismiga aylangan. Mana shuni chempionlik fikrlashidagi bir mahsulot desa bo'ladi. Yo'ldan qaytmaydi. Oxirigacha boradi. Taslim bo'lmaydi. Buni gaplashdik. Oxirigacha borishdi. Ya'ni oxirigacha borish degani nima degani? Tashab qo'ymaydi ular. Buni amalga oshirish kerak. O'xshamayapti. Ularda chotki sabr bor. Sabr qilishadi. Shunchaki sabr bilan turib berisha oladi. Ya'ni o'xshamaslikka sabr bilan turib berisha oladi. Mana shu joyini yana bir marta aytaman. O'xshamaslikka sabr bilan turib bera olishadi. O'tda kuchli narsa mana shu narsa. Ya'ni ko'pchilik o'xshamayapti tashab yuboradi. Xuddi menga o'xshab. Menda ham bo'lgan ko'p narsa. Ko'p bo'lgan bunaqa o'xshamayapti tashab yuboriladi. Ya'ni chempionlar aytadi, o'xshamayaptimi? Sabr qilgin, o'xshaguncha. Va turishavermaydi. O'xshamayaptimi demak bir narsa qo'shishadi. O'xshamayaptimi demak yana boshqacha usulda qilib ko'rishadi. Kuchaytirishadi nimanidir. 1% yaxshiroq qoidasiga qattiqroq amal qilishadi. Ya'ni har kuni 1% o'sishadi. O'sishadi, oxiri tengsizga aylanishadi. Ishonavering, juda ham kuchli bir mindset bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, ko'chada urushadigan bir odam va chempionlikka boksyor deylik, ko'chada urushadigan boksyor, havaskor boksyor, ko'cha urushida zo'r, hammani yiqitadi, uradi. Lekin chempionlikka harakat qilayotgan, chempionlik jangiga tayyorlanayotgan boksyor. Ular ikki xil bo'ladi. Chempionlikka harakat qilayotgan boksyor yengil urib qo'yadi, ko'cha boksyor. Sababi unda tartib bor, unda intizom bor, har bitta zarbasida aqlli arifmetika algoritmlar bor. Lekin ko'cha jangidagi boksyorda palapartishlik bor. To'g'ri, palapartish zarbasidan bittasi o'xshab tartibli yiqitib qo'yishi mumkin. Lekin tartiblida baribir himoya strategiya, boshqa narsalar kuchli bo'ladi. Ko'p jihatdan u yutishga haqliroq va haqiqatdan yutadi. Shu narsa bor. Shuning uchun ham chempionlik mindseti haqiqatdan ham bugungi podkastimizda eng guli deb o'ylayman. Shunchaki qaysar bo'ling. Qaysarlik va mana shunga o'xshagan mayda-chuyda joylari sizni haqiqiy chempion qiladi. Va ko'kanaylik bor. Mana shu qo'pol bo'lsa ham aytaman, minus bo'lsa ham aytaman. Ronaldo Messiga kuyardi. Uni oltin to'plariga, boshqa narsalarga. Ronaldo o'zi ham aytgan. Ronaldo bo'lishimga sabab Messi. Mana shunchalik bo'lishimga sabab Messi degan. Ya'ni Messi meni motivatsiyam bo'lgan. Ya'ni ko'kanaylik. Messi urardi, mana urardim. Messi oltin to'p olardi, mana olardim. Prosta ko'kanak bu. Ular ko'kanak. Ya'ni ko'kanak degan narsa bor bizda, hali kuyish. Boshqasiga kuyish. Ya'ni sizda bitta raqibingiz bor, o'sha raqibingizga kuyasiz. To'g'ri, bu yomon narsa, lekin yuqori levelda juda ham zo'r ishlaydi. Okey, endi oxirgisi sizlarga podarka. Bu вообще chotkisi oxirgisi. Nima desam bo'ladi? Amal qilinsa juda ham kuchli prinsip. Bu prinsip tagidagi ma'lumotlar, tagidagi bilimlar juda ham kuchli.
o'tirib olib xotirjam bitta qog'oz bor, uchkan olib olishingizni so'rayman. Chunki sizga ham juda kerakli bo'ladigan narsalar bor. Men podkastlarni shu maqsadda qilamanki, har bittasini resursdan olaman, ya'ni sourcedan olib, har bittasiga izlanib chiqaman deb o'zimga maqsad qo'yganman. Chunki bu sizlarga ulashilmayotgan narsa birinchidan aqlliroq bo'lish kerak, isbotlangan bo'lish kerak va natija topgan, natija ko'rgan insonlardagi bo'lish kerak. Va shu ma'noda qog'oz bilan ruchka oling deyapman. Xo'p, discomfort acceptance mindset degan narsa bor. Ya'ni noqulaylikni qabul qilish fikrlashi ostiga bitta mindset qurganman, bitta prinsip qurganman. U prinsipning oti doim qiyinini tanla prinsipi. Endi men sizga nimaga doim qiyinini tanlash kerak, mana shu haqida to'liq tushuntirib beraman. Va tushuntirib berayotganda aqlli misollar bor. Aqlli va qiziqarli misollar bor, juda ham. Xo'p, birinchisi noqulaylikni rivojlanishni majburiy qismi sifatida qabul qil. Noqulaylikni rivojlanishni asosiy va majburiy qismi deb qabul qil. Ya'ni noqulaylik sezyapsizmi? Demak, rivojlanishingizda bu bitta qismi deb qabul qilishingiz siz o'sha noqulaylikka nisbatan psixologik tayyor qiladi. Tushunyapsizmi? Ko'pchilik stress oladi. Stressga boradi. Shuna noqulaylik paydo bo'ldi, voydod, yana qiyinchilikmi? Yana muammomi? Voydod deshni boshlaydi. Va mana shu voydodni yo'qotadigan birinchi narsa noqulaylikni it is a part of the game deb qabul qilish, ya'ni o'yinda bitta qismi, jarayonida bitta qismi deb qabul qilish. Va har qanday narsaga erishish bitta zo'r. Hozir aytaman shuni. Har muzeyda bitta zo'r kvotasi bor. Ya'ni aqlli gapi bor. Menimcha yozib olsangiz yaxshi bo'ladi bu narsani, chunki juda ham aqlli. Misol uchun men yozib devorimga yopishtirib olganman. Doim o'qiyman shuni deb. Chunki juda ham aqlli gap va doim ruhlantiruvchi gap hisoblanadi. Ya'ni kuchli qiluvchi gap hisoblanadi. Xo'p. U gap qanaqa? Har qanday ish, har qanday muvaffaqiyat azob talab qiladi. To'g'rimi? Kichkinami kattami farqi yo'q, azob talab qiladi, to'g'rimi? Qanaqadir miqdorda azob chekasiz. Tasavvur qiling, bitta do'kon ochmoqchisiz. U do'konni muvaffaqiyatli qilish, u do'konni foydaga kirgizish, vaqt, azob, yelib yugurish, mana shular hammasini azob deb nomlasak bo'ladimi? Azob qo'pol eshitilib ketyapti menga hozir. Qiyinchilik. Bo'pti, azob deylik, azob deb turaylik. Azob talab qiladi hammasi. Misol uchun birorta qizga uylanish, unga erishish. Yana nima bo'lishi mumkin? IELTS 9 olish yoki 8 olish azob talab qiladi. Chunki kech paytlar turishingiz kerak, dars qilishingiz kerak, tartibli ravishda o'quv markazlariga borishingiz kerak, vaqtingizni sarf qilib, pul to'lashingiz kerak, pulni xullas shu juda ham ko'plab energiya sarflaysiz, juda ham ko'plab azoblari bor. IELTS 9, IELTS 8larda IELTS o'qiyotganlar biladi. Va mana shu azoblarni har bitta narsa talab qiladi. Har bir narsa, har bir muvaffaqiyat deb atagan ishimiz azob talab qiladi. Ya'ni qiyinchilikdan o'tish talab qilinadi. Shunday ekan, deydi Alex Hormozi. Shunday ekan, azoblanishga arzirli kattaroq narsani o'zingni oldinga qo'y deydi. Kelishdik. Har bitta narsa azob chekishingga sabab bo'lar ekan. Shunday ekan, azob chekishingga arziydigan kattaroq narsani oldinga qo'y deydi. Maqsad qilib qo'y deydi. Bunda juda ham ko'p ma'no bor. Juda ham ko'p ma'no bor. Haqiqatan hamma narsa azob talab qiladi. Biz ko'pincha
kamroq azob beradigan, osonroq va tezroq erishadigan yo'ldan ketishni xohlaymiz. O'sha maqsad yo'lida. To'g'ri, tikanzorlardan iboratdir. Tasavvur qiling, siz o'rmonda yo'qolib qoldingiz, ikkita yo'l turibdi, bitta yo'l tikanzorlar turibdi, bo'rlar, bir-birlari ovozi eshitilyapti. Bitta yo'l yengil, chiroyli ketyapti, sizga yorqin ko'rinyapti. Qisqaligini ham bilasiz. Lekin siz qiyin yo'l tanladingiz. Tasavvur qiling, mana endi jinnimisan deyishingiz mumkin hozir meni. Oson yo'ldan ketib, tezroq uyingga borasan deysiz. Okay. To'g'ri, o'lib ketishim mumkin edi. Lekin men shu yo'ldan ketdim. Tasavvur qiling. Endi bu degani o'limga boring degani emas. Endi qo'pol qilib aytdim. Bo'rilar ham bor masalada. Xo'p, endi tasavvur qilib ko'ring, endi men o'sha qiyin yo'lga bordim. Bordimda tikonlar turibdi. Tikonlarni misol uchun qo'limda taxta olganman yoki birorta yog'och olganman, ular chopib sekin-sekin o'tdim. Okay? Bu narsa meni misol uchun fizikali kuchaytirishni boshladi. Ya'ni tikonlar shunaqangi anaqa qilyapman, menga tirnovka bo'lyapti. Bu birinchi foydasi, ya'ni sog'lig'im foydali bo'lyapti bu narsa. Va nimani sezyapman? Tikonlarni mana shu qiyinchilikni mabodo men bitta yo'l bo'lsa va tikonlardan iborat bo'lsa, men tayyorman shu yo'lga. Shu narsani shakllantiryapman. Okay? Qani ikkita narsa yutyapman. Keyin bo'rilar ko'rib qoldim. Bo'rilarni tayog'im bilan, bor kuchim bilan haydashga harakat qilyapman. Misol uchun tikonlar bilan misol uchun qanaqadir o'zimga himoyalanishni qilib olyapman. Bu narsa bilan nima qilyapman? Birinchisi men bo'rilarga nisbatan duh shakllantiryapman. Ikkinchisi qanday himoyalanishni o'rganyapman. To'g'ri yeb qo'yish ham mumkin meni. Endi misol bu. Va undan tashqari, mabodo bo'rilik joyda bittagina yo'lim bo'lsa, men qo'rqmayman. Tikka boraman, men qanaqa himoyalanishni bilaman. Va bordim, agarda himoyalanib o'ta olsam o'sha bo'rilar joyidan, meni katta duh kutyapti. Tushunasizmi? Menda katta confidence kutyapti. Ya'ni jasurlik kutyapti. Ya'ni men duxim oshib ketadi. Borib o'sha changalzordan o'tsam. Va uyga bordim. Endi men yo'lim birinchi o'rinda o'sha yo'lim men esda qolarli bo'ldi. Men uni ota-onamga aytib beraman, bolalarimga aytib beraman. Men uni eslayman, meni kuchaytirgan bitta xotira deb. Va u xotira doimo qiyinchilik menga kelganda meni kuchli qiladi. Va u xotira doim men qiynalgan payt meni kuchli qiladi. Okay? Xo'p. Shunda endi xulosa chiqarib olaylik. Xo'p, keyingisi David Goggins'ni 40% qoidasi. Ya'ni qiyinchilikni tanla, doim qiyin yo'lni tanla degan prinsipimi? Ya'ni to'g'ri, doim bitta narsaga erishishda oson va qiyin usuli bo'ladi. Oson va qiyin usuli bo'ladi. IELTS'da ham shortcutlar bor. Oson erishsiz bo'ladi. Lekin banatlarga baribir qiynalasiz. Lekin oson usullari bor. Okay? Lekin osondan ketsangiz minuslari bor oxirida. Qiyinidan ketsangiz oxiri qiyinchilikdan o'tasiz, lekin o'ta kuchli 9 yoki birorta ball sohibi bo'lasiz IELTS'dan. Shu narsani nazarda tutyapman. Xo'p, David Goggins'ning 40% qoidasi. Voydod, bu bilmadim, bu haqiqiy masterpiece desa ham bo'laveradi. David Goggins zamonamizni eng aqlli insonlardan, eng aqlli demay, eng chidamli insonlardan bittasi. Juda ham mashhur bo'lib ketgan, o'zini intizomi, o'zini bir g'alati fikrlashi bilan, ya'ni suffering nisbatan, azob chekishga nisbatan bir zo'r fikrlashi bor. Ya'ni 40% qoidasiga ko'ra u nima deydi? Miyani ham mushaklarga o'xshab baquvvat qilsa bo'ladi deydi. Mana shu joyga yetib bering. Miyani ham mushaklarga o'xshab baquvvat qilsa bo'ladi. Qanday? Mushaklarni zarba bersangiz, ular shikast yeydi va shikastlangan joyga tanamiz resurslarni jo'natadi va resurslar mushagimizni oldingidan baquvvatroq
va qalinroq, ya'ni kattaroq qilishni boshlaydi. Okay? Zalga chiqqanimizda xuddi shu voqea sodir bo'ladi. Endi miya ham xuddi shunaqa ekan. Ya'ni biz qiyinchilikni yengib o'tayotganimizda u psixologik bo'lsin, u xoh biznes, xoh qanaqadir sport yoki shunaqa qiyinchiliklar, har qanday qiyinchilik. O'shalarni yengib o'tayotganimizda miyamiz ham o'ziga yarasha kuchayib ketadi. Ya'ni qatadi. Xuddi mushaklarga o'xshab. Xuddi shuni aytadi. Endi Huberman degan odam bor. Huberman podkast yozsalaring, YouTube'dan chiqadi. Huberman juda ham mashhur odam. Professor hisoblanadi. O'zini sohasida juda ham kuchli. O'sha odam Huberman bilan David Goggins bilan podkast qilishadi. O'sha podkastning bitta qismini olib beraman sizlarga. Podkast qilishadi. Huberman bitta fakt aytadi. Ya'ni study bo'ladi deydi. Ya'ni tadqiqot bo'ladi deydi. O'sha tadqiqotning natijasini aytib beradi. Ya'ni o'sha David Goggins bilan mana shu qiyinchiliklar haqida gaplashib o'tirishadi. Qanday qilib qiyinchiliklarga nisbatan fikrlash tizimini ishlab chiqsa bo'ladi degan narsaga zo'r podkastda qism ketadi. O'sha qismda haqida gaplashamiz. O'shani ochib beraman sizlarga. Xo'p, qaranglar. Miyada deydi Huberman anterior mid-cingulate cortex degan joy bor deydi. Yana bir marta aytaman. Anterior yoziladi. Anterior mid-cingulate cortex degan joy bor. Ashi qism odam o'zi xohlamagan narsasini qilsa deydi. Yana bir marta aytaman. Odam o'zini xohlamagan qismi, haqiqatda xohlamaydi, yomon ko'rgan narsasini qilsa, o'sha joy kengayadi deydi. Ya'ni o'sha qism kengayadi deydi, kattalashadi. Bu narsa har kuni 3 soat o'zingiz o'ta yomon ko'rgan, o'ta azob beradigan ish bo'lsin deylik. Misol uchun tasavvur qiling, arjimani yoki ertalab yugurish, o'ta qiyin, ishonavering, yugurish juda ham ko'p insonlarga, men uchun ham juda ham qiyin. Tasavvur qiling, yuguryapsiz, ertalab yugurishga chiqdingiz yoki 100 ta arjimani qildingiz, endi boshladingiz. Umringizda arjimani qilmagansiz. Siz uchun bu qiyin. Okay, qiyin va xohlamaysiz uni har kuni qilishni yoki 3 soat qilishni xohlamaysiz. Mana shunday narsani qilgan paytingiz anterior mid-cingulate degan qism kattalashar ekan. Endi qarab turinglar. Semiz insonlarda ash qism kichkina bo'lar ekan. Ular dieta qilishni boshlasa kattalashni boshlaydi ekan. Sal. Atletlarda, ya'ni sportchilarda, sportsmenlarda bu narsa kattaroq bo'lar ekan oddiy insonlarga nisbatan. Misol uchun sportsmen emasman. Sportsmen o'rtog'imniki anterior mid-cingulate cortex mankidan kattaroq bo'lar ekan. Va bu narsa kattalashishi o'zi nimaga kerak degan savolda. Endi qarab turing. U kattalashadi qachonki ko'p qiyin ishlarni qila olsangiz va uddasidan chiqsangiz. Misol uchun bugun yugurishni uddasidan chiqdingiz, 3 soat yugurdingiz yoki 2 soat yugurdingiz. Bu vobshe imkonsiz. Siz nima desam bo'ladi? Tushingizga ham kirmagan narsa deylik. Tushingizga ham kirmagan narsa, siz shuni qildingiz. Misol uchun kimlardir 3 soat kitob o'qishni juda ham xayolga keltira olmaydi. Juda ham qiyin. To'g'ri aytishga olsam, qiyin bo'lishi mumkin. 3 soat kitob o'qidingiz. Aqlli o'qidingiz, hamma yoqda o'chirib qo'ydingiz, aqlli o'qidingiz. Va mid-cingulate cortex kengayishni boshlaydi. Endi kengaysa sizda experiencelar paydo bo'ladi, ya'ni tajribalar. Siz qiyinchilikdan qo'rqmaslikni boshlaysiz. Ya'ni o'sha narsadan qo'rqmaslikni boshlaysiz. Kengayib qolgan-ku. Bo'ldi, endi oldingidaqa endi qiynalmaysiz. U ish sizga osonlashishni boshlaydi. Kengaysa. Tushundingizmi? Endi qarab turing. Siz qancha yashashingizdan qat'iy nazar 100 ga kirib ketmaysizmi? 120 ga kirmaysizmi? Farqi yo'q. U narsa o'zini holatida turar ekan, hech qachon qisqarmas ekan. O'zini holatida turar ekan. Nimaga holatda turadi? Chunki o'sha experience-da tajribani siz qilib bo'lgansiz. Qilib bo'lganingiz uchun kattalashib bo'lgan. Shunday qoladi u. Tushunyapsizmi? Shunday qoladi degani sizga bergan o'sha qiyinchilikni duxi boshqatdan o'shani yana qilgan taqdiringizda ham saqlanib qoladi. U dux sizda bor. Tushunyapsizmi? Endi
har kuni mana shunday qismda qilish yoki haftada bir marta qilish uni kengaytirib tursa, uni kengaytirib turavergan sari sizni fikrlash tarzingiz kuchayaveradi. Ya'ni miyangiz o'sha qismi kattalashaveradi. Kattalashdi, sizni fikrlash tarzingiz bomba bo'lishni boshlaydi. Sog' bo'linglar. Foydali bo'lgan bo'lsa, to'g'risini aytaman, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu bizga motivatsiya beradi. Bu bizga yana ham ko'proq aqlliroq podkastlar ishlashga yordam beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.